Klinikamiz joylashgan lokatsiyasi haqida ozgina tushuntirib o'tib ketaman. Chap tarafdan kelganda Shofayf Most tarafda, o'ng tarafimizda Orzu chorrahasidan kelganda, to'g'rimizda Orientir Imperiya shuba bemalol sizlarga qulay bo'lishligi uchun ko'rsatib o'tib ketyapman. To'g'risida mana Hajjomatli klinikasi turibdi. Bemalol topib kelaverasiz. Shunda kirganingizda pastki taraf erkaklar uchun va tepa tarafimizda faqat ayollar uchun mo'ljallangan muolajaxonamiz. Resepsiyonda sizlarni kutib olishadi. Bu yoq kutish zalimiz. Bemalol choy, kofe ichib o'tirishingiz mumkin. O'quv-xonamiz. O'quvchilarim uchun nazariy bilimlarini shu joyda o'zlashtirishadi. Amaliyotlarni esa bu xonalarda bajarishadi. Bu esa massaj xonamiz. Bu xonalar bemorlarimizga yanada qulay bo'lishligi uchun har bir bemorimizga alohida komfort zona qilganmiz. Bemalol muolajalarini olishsa bo'ladi. Bu zona esa alohida ayollar uchun yuz hijomasi hamda keyingi kushetkamiz vaginal yuzuru muolajasi uchun mo'ljallangan. Har bir xonamiz alohida bir-birligini ko'rmagan holatda foydalaniladi. Klinikamizdagi barcha sharoitlar faqat sizlar uchun. Keling, tashrif buyuring, tashrifingizdan xursand bo'lamiz.